Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Kinopmen kanaldasizlar. Bugun biz sirli va dahshatli Borsa kelmas serialining kutilayotgan 4-mavsumi haqida so'nggi yangiliklar va taxminlarni muhokama qilamiz. Serial muxlislari uchun qiziqarli ma'lumotlar tayyorladik. Videoni oxirigacha tomosha qiling va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar Borsa kelmas seriali bilan hali tanish bo'lmasangiz, qisqacha ma'lumot. Ushbu ilmiy fantastik dahshat janridagi serial 2022-yilda MGM Plus platformasida namoyish etila boshladi. Hikoya sirli kichik shaharchada qolib ketgan odamlar atrofida aylanadi. Kechasi paydo bo'ladigan dahshatli mavjudotlar esa ularning hayotini xavf ostiga qo'yadi. 2024-yil noyabr oyida MGM Plus Borsa kelmas serialining 4-mavsumini rasman e'lon qildi. Yangi mavsum 10 ta epizoddan iborat bo'lib, 2026-yilda premyera qilinishi rejalashtirilgan. Suratga olish ishlari 2025-yilda Kanada, Nova Skotiya hududida boshlanishi kutilmoqda. Yangi mavsumda asosiy rollarni ijro etgan aktyorlarning qaytishi kutilmoqda, jumladan Boyd, Tabita, Jim va boshqalar. Biroq rasmiy tasdiqlar hali e'lon qilinmagan. 3-mavsum sirli va kutilmagan voqealar bilan yakunlandi. Bu esa 4-mavsumda syujetning yanada murakkablashganligini ko'rsatadi. Muxlislar orasida turli taxminlar mavjud. Yangi mavjudotlarning paydo bo'lishi, shahar sirlarining ochilishi va qahramonlarning o'tmishi haqida ko'proq ma'lumotlar berilishi mumkin. Internet forumlarida muxlislar turli nazariyalarni ilgari surishmoqda. Masalan, Reddit foydalanuvchilari orasida Julia xarakterining vaqt bo'ylab sayohat qilishi yoki kelajakdagi voqealarga ta'siri haqida fikrlar bildirishmoqda. Xulosa qilib aytganda, Borsa kelmas serialining 4-mavsumi ko'plab sirlar va kutilmagan voqealar bilan boyilishi kutilmoqda. Siz yangi mavsumdan nimalarni kuzatmoqdasiz? Fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shuncha mehnat va ma'lumotlar uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.